10 kW deb yozilgan stabilizator oldingiz. Texnikani yoqdingiz. U 7 kWdayoq o'chib qoldi. Sizni aldashmadi. Siz shunchaki yorliqdagi bitta harfga e'tibor bermadingiz. Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizning vaqtingizni, pulingizni tejashda yordam beraman. Assalomu alaykum. Men Dilmuhammad, Quvvat kompaniyasining sotuv bo'limi menejeriman. Har kuni o'nlab mijoz bilan gaplashaman va stabilizator tanlashda eng ko'p uchraydigan xatolarni o'z ko'zim bilan ko'raman. Bugun biz bozorda aktual sotilayotgan brend stabilizatorlari misolida ko'rib chiqamiz va aynan biz tomonimizdan 3 yildan buyon sotilib kelayotgan mijozlarimiz ishonchiga kirgan Balance brendi misolida ham ko'ramiz. Men sizga 4 ta narsani sodda qilib tushuntiraman. Birinchidan, kVA bilan kilovat nima bilan farq qiladi? Ikkinchidan, stabilizatorning haqiqiy quvvatini o'zingiz qanday hisoblashni? Uchinchidan, tok kuchsizlanganda quvvat nega tushib ketishini va to'rtinchidan, eng ko'p uchraydigan 3 fazali stabilizatorni muammolari bilan tanishamiz. Video oxirida esa stabilizator o'rnatishdagi muhim qoidalarni ham ko'ramiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz mustaqil stabilizatorni to'g'ri tanlab o'rnatishni o'rganib olasiz. Ko'pchilik stabilizatorni oddiy tanlaydi. Qaysi biri kuchli, o'shani olaman. Quvvatga qaraydi, narxni solishtiradi va sotib oladi. Keyin esa sovutgich, konditsioner, choynak bir vaqtda yoqilsa, stabilizator o'chib qoladi. Eng yomoni, klient jihoz buzuq ekan, sotuvchi menga buzuq stabilizatorni sotibdi, yomon xayollarga boradi. Yo'q, stabilizator buzuq emas. Siz shunchaki yorliqdagi quvvat bilan haqiqiy quvvatni bir xil deb o'ylagansiz. Aslida ular boshqa. Videoni oxirigacha ko'ring. Oson hisoblash usulini va maxsus jadval taqdim etamiz. U orqali mustaqil stabilizator tanlashda qiynalmaysiz. Ko'pincha quti ostida 10 kW deb yoziladi. Odam esa uni 10 kW deb o'qiydi. Aslida bu ikki xil narsa. kVA bu yorliqda yozilgan umumiy quvvat. Kilovat bu siz aslida ishlatadigan foydali quvvat. Eng oddiy misol, bir stakan gazli ichimlik. Stakanga ichimlikni shoshib quysangiz, ustida ko'pik paydo bo'ladi. Butun stakan ko'pigi bilan bu yorliqdagi quvvat. Pastdagi aslida ichadigan ichimlik bu haqiqiy quvvat, kilovat. Ustidagi ko'pik behuda ketadigan quvvat, foydasi yo'q, lekin undan qochib bo'lmaydi. Bu fizika qonuni. O'sha ko'pikni tarmoqqa kim qo'shadi? Ichida motori bor jihozlar, sovutgich, konditsioner, nasos, kir mashina hammasi shu behuda quvvatni tortadi. Demak, yorliqda 10 kW yozilgan bo'lsa, uning hammasini ishlata olmaysiz. Bir qismi ko'pikda ketadi. Keling, oddiy 10 kW ni hisoblaymiz. 10 ko'paytiring 0.8 ga barobar 8 kW. Ko'rdingizmi? Yorliqda 10 turibdi, lekin haqiqatda 8 kW ishlaydi. Birinchi 2 kW mana shu yerda yo'qoladi. Bu yerda yana bir narsani hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Sovutgich, konditsioner, nasos ishga tushgan paytda 1-2 soniya juda ko'p quvvat tortadi. Oddiy paytdan 1,5 baravardan 3 baravargacha ko'p. Mana shu puskavoy moment deb nomlanadi. Mana jadval, chiroq, televizor, notebook bularning quvvati o'zgarmaydi. Qancha yozilgan shuncha tortadi. Lekin ichida motori borlari boshqacha. Audio apparat 1,5 baravar, sovutgich, konditsioner va suv nasosi esa 3 baravargacha ko'p tortadi. Ishga tushgan paytida suv nasosi yorlig'ida 2000 watt yozilgan, lekin ishga tushgan paytida 6000 wattga sakraydi. Shuning uchun nasosi bor uyga kamida 7,5 kW stabilizator kerak. Hisoblayotganda har doim shu sakrashlarni qo'shing. Endi ko'pchilik bilmaydigan haqiqat. Yorliqdagi 10,000 bu faqat tarmoqda hammasi joyida bo'lganda, ya'ni rozetka to'liq 220 volt atrofida bo'lganda, tok kuchsizlansa, quvvat ham tushadi. Mana grafik, pastdagi chiziq rozetkadagi kuchlanish voltlarda, chap tomondagi stabilizator beradigan quvvat foizda 198 voltdan yuqori, unda 100% beradi. Lekin kuchlanish tushgan sayin chiziq pastga qarab ketadi. 150 voltga tushganda esa stabilizator bor quvvati yarmida ishlaydi. Keling, aniq raqamlarda ko'ramiz. 10 kW model misolida. Qarang, kechqurun hamma uyga kelganda tok 150 voltga tushsa, 10 kW lik stabilizator atiga 5 kW beradi. Ya'ni yarmida. Sovutgich, konditsioner, choynak va tamom o'chib qoladi. Xulosa, stabilizatorni doim zapas bilan oling. Kerakligidan 30-50% kuchlirog'ini olsangiz,
bunday muammolarga duch kelmaysiz. Mahallangizda tok qancha ko'p o'ynasa, zapas shuncha katta bo'lsin. Endi esa sizlar bilan to'g'ri stabilizator tanlashni oson o'rganib olamiz. Uyingizdagi qurilmalarning kuchlanishini hisoblab qo'shib olamiz. Aytaylik 14 kilovat chiqadi. Endi biz 14 ni 0.7 ga bo'lamiz. Shunda bizga 20 chiqadi va bizga kerak kuchlanishdagi stabilizator 20 kilovatlik. Elektromobillarga kelsak, bu yerda bu hisoblash ishlamaydi. 3 kilovatli zaryad qurilmasi uchun 10 kilovat, 7 kilovatli zaryadlash qurilmasi uchun esa sizning tarmog'ingizdagi tok o'ynashiga qarab 15 yoki 20 kilovatli laterli, semestrli stabilizatorlar mos keladi. Endi esa 3 faza kirgan xonadonlar va qurilmalar uchun stabilizatorni to'g'ri tanlashni ko'rib chiqsak. Katta uyga odatda bitta katta 3 fazali stabilizator qo'yishadi. Bittada hammasi hal bo'ladi deb, aslida xato shu yerda bo'ladi. Men sizga buni hozir tushuntirib beraman. Katta 3 fazali stabilizator 3 fazaning kuchlanishi hammasi teng bo'lishini talab qiladi. Bittada tok juda past, boshqasida juda baland. U buni xavf deb biladi va o'chirib qo'yadi. Bizning muhit va kuchlanishlarning muntazam sakrab turishini hisobga olsak, odatda bitta 3 fazalik stabilizator to'g'ri kelmaydi. Bunday muammolarga yechim oddiy. 3 faza stabilizator o'rniga 3 ta kichik 1 fazali stabilizator qo'ying. Har bir faza uchun alohida natija. Bir fazada kuchlanish boshqalariga nisbatan tushib ketganda qolgan ikkitasi bemalol ishlayveradi. Ya'ni bir fazada kuchlanish o'ynaganida butun xonadoningiz elektr energiyasi qolmaydi. Endi o'rnatishdagi eng muhim qoidalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, to'g'ri kabel tanlash. Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Ikkinchisi, releni va laterli stabilizator tanlaganingizda relay напряжение qurilmasi albatta stabilizatorlardan oldin qo'yilishi kerak. Bu qurilma tokning keskin sakrashlaridan himoya qiladi. Semestrli stabilizatorlar tanlaganingizda esa bu qurilma stabilizator ichida mavjud. Alohida xarid qilish kerak emas. Uchinchisi, kabellarni ulaganingizda maxsus nakonechniklar yordamida ulash kerak. Nega desangiz, kontaktlarda qizishni oldini oladi. Chunki bu qurilma sizga yillab xizmat qiladi. Agarda siz yirik binolar, kafe, restoran bo'lsa yoki umumiy quvvatni hisoblashda qiynalsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Mutaxassislar sizga mos kuchlanishdagi stabilizatorni tanlashda yordam berishadi. Konsultatsiya tekin. Keyingi videolarda qanday qurilmalar yoki mahsulotlar haqida ma'lumot beraylik, izohlarda yozib qoldiring.